O'zi anaqilar meni basini söyleyeyim. Qantiq qog'oz, qanday qilish kerak? Oddiy indushkaga o'xshab ko'p jo'ydi. Tag'i go'ytib Endi ko'paytirgani klient yaxshi bo'lsa ko'paytiraveramiz. zakaz Zakaz bo'lsa ko'paytirib mana 2 ta ko'paytirdi. Qancha 10 mingdan satasizmi? 10 mingdan satasizmi deyim. Yo'q, endi yesa beradi, bo'laveradi endi uni puli ақшасini qo'y kerak. Sirtqa chiqarasiz bularni? Yo'q, uchib ketadi bular. Bir ko'tarilib u zaprosto tomga uchib chiqaveradi. Indushkadaqa Qancha yildan beri bo'lasiz? Qancha yildan beri bo'lasiz? qancha yildan beri klient bo'lsa ko'paytir indushkalarni tagiga qo'yib ochiradi. Ha, o'zlari ochilmaydi u. O'zlari ham bo'ladi. Indushka ochib chiqaveradi. Ya'ni olib bu yoqqa qo'y отдельный ya'ni lampochkalarga 30-40 yildan oshdi burun. O bir O'zbekistondan olib kelib ko'paytiruvdik. Buni ko'paytirish yo'llari ham Qanchaga yetkazgansiz? где-то bir sразу ko'paymagan, sekin bir sразу bir 6 tadan bir 15-16 ta bo'ldi. Keyin где-то 40-50 ta, даже 50 tadan oshiqroq ko'paytirganmiz-da. Bu mahallalarda endi покупательlar ham bo'lardi. Olib ketishib mendan olib ketib Rossiyaga sotishardi. Sizdan qanchadan olishadi? No, mendan burun где-то senasi приблизительно har xilda. Katta, cho'ng, kichinasiga cho'ngiga bog'liqda. Cho'nglari где-то 10 ming so'mdan nari bersa senasi bo'lardi. Bolalari где-то pastroq 5 ming nari bersa. Kichinalari 5-6 mingdan, ha? 5-6 mingdan. Bunda qancha qaraysiz? Qaro yo'ldo'ri qancha jam berasiz? Suv. Bu tovuq indushkaga o'xshashda. Buğday, makka, zelin, pelin berib turamiz. Atak. Bizning klimat qanday? Sovuqlik qilib qo'y? Yo'q, bo'laveradi. Atak. Bu glani bularda hali kichkinaligida issiqroq joyda bolalarini saqlab olsa o'lib qoladi. O'zi endi tovuslarda bor-da. Erkak urg'ochisi o'zlari bosib chiqaradi yumurtalarini. O'zlari ham bosib chiqaraveradi. Biz ko'pincha inkubatorga qo'yib turib, inkubatorda ochardik. Yine indushkani tagiga qo'yardi. Indushka ochib chiqaveradi. Keyin отдельно olib qo'yib turib bu yoqqa. Keyin lampochkalarga elektropechkalarni oldini cho'ngaytirib olsangizlar bo'ldi. Mana bu cho'ngaygandan keyin u 20-30 gradusda bu Sibirga olib ketishib hozir boqishyapti. Sibirda ham endi u yerda sal o'rab to'sib issiq qilib qo'ysa kerak-ku. Mana ko'ryapsiz, mana klimatda bemalol ijtimoiy bo'lyapti. Boshida qaqni oldingizlar? Boshida O'zbekistondan olib keluvdim, где-то o 40 yil burun. Burun. 30-40 yil burun olib kelib. Qancha ushtiga olib keldingizlar? Где-то 5 tami, 6 tami olib kelib, keyin ko'paytirib, где-то o 80 tagacha yetganda, o'sha почти to'ldi. Ko'paytirganman. Unda burun endi klientlar bo'lardi, sotsangiz ketaveradi, olaverardi. Hozir bu qishin joyini shu kletkada qaraysizmi? Ha, qishin joyini turaveradi. Bolalarni issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Bolalari. Qishindasi? Ha, qishinda. Bu boshqa qanotlarning qanday o'zgarchaligi bor? No, endi qanday desa bo'ladi. Endi bular endi mana quyrug'ini yozadi, anaqachi. Hali endi Qanday? Anaqa quyrug'i bor, chiroqliroq uchun. Qanotni qachon joyishadi bular? Endi настроенияsi bo'lganda yozadi-da. Kun isigandan keyin mayga tushib olib, qanotini emas, quyrug'ini bunday Cho'ngaytib. ko'tarib, endi shunday yuraveradi. No, endi tovuq va indushkaga o'xshashda atak. Uncha e'tibor berilmaydi. Bunday yumurtqa kunda qancha, qaysi mezgilda to'ladi? Bu indushkaga o'xshashchi. Indushka ham bir sezonda tug'adimi? Bir 10 ta 15 ta. Bu ham xuddi shunaqada. Sezon kelganda bir 5-10 ta tug'adi. Uni
Jumurtkasini olib qo'yib turib, o'ziga ko'p qo'ysa, ana yaxshilari bor. Pastilka qilib ko'p qo'yamiz. Ko'payib shunga o'zlari ham ochib chiqaveradi. Yine inkubator ham bor, inkubator. Sezonda qaysi? Jazdabı? Jazda. Bir de may aylarından keyin iyun iyullarda yumurta tug'ishni boshlaydi. Hozir sizda qancha dana qoldi? Hozir gideta mana 9tacha hozir 9tacha qoldi. Postoyanно unday qanotlarni men ish qilasizmi bu hobbi? Ya yo'q, hobbi endi bu. O'zim pensiyadaman, pensionerman. Ha burada pensiya chiqsang. Burun endi targovlida ishlardim. Hozir buni hobbi qatori qo'llanayotgansizlar. Ha, hobbi. Maşallah to'ldirdi bununchi. Mana buni ichida bularni azina qilib qo'yaman. Bular kech ochilib qolgan bollari. Jilroq qarab aytgasizlar bularda. Enasini tagiga kirib oladi bular. Elektr analar nagrevatorlar bor. Ko'pincha elektr nagrevatorlarga qo'yadi burun. Hozir enasi o'zi 2 tane bemalol qaraydi. Hozir bu yoqda bir idesi var be. Bir enasi, shu 2 bolasi. Yumurta postoyanno tuxum tug'ish. Ishga o'xshash bu bunaqalar 10-15 ta tug'sa tug'adi. Все. Tug'adi. Yumurtasini vovремя olib qo'ysangiz, eskitish kerak emasda. Yo inkubatorlarim ham bor, o'ylab olib qo'yganman. Inkubatorga tiqamiz. Elektr pechka qo'yib turib, ana uteplyorlarni qo'yamiz. Tagiga elektr pechka qo'yib qo'yamiz. Bu sal shamolasa ham o'lib qoladi. Ko'p yildan beri bu. Ko'p. 40 yil. 50 yil gideta. Yoshligingizdan beri. Nari 4 yasharimda O'zbekistondan Anjanlardan bir 5-6 ta kelganman. Meni sekin aytyapman 80 tagacha bo'lib ketgan. Bular qanday qilib? Bular неприятный qiyqirish. Неприятный qiyqirish. Bu ketganda o'zicha o'g'illarga boqirish. Yo'q, endi unchalik emas. Indishkaga o'xshashda, просто bu indishkadan cho'ng endi shustroq bu. 10 mingdan 10 tap ketdi. Ular endi sotadi ular. Zakaz dedi-yu, значит, shunda ishlayotgan odamlar zakaz bergandir. Va unda zakan nimalarga qiziqib Mashaqqat, masha to'ldirib turardi. Yo'q deganda mashada 50 ta turardi. 50 tacha. Mana uylarga отдельно shular uchun qo'ygan. Pribel отличный bo'lardi. Hozir o'zimiz hobbi uchun endi hozir 5-6 ushab turadi. Agar yaxshi klient bo'lib tursa ko'paytirib, bu tur aytyapman, bu tur сразу 10 ta sotib yedim. Hozir bu yerda qanchta xo'roz, qanchta makki bor? Hozir mana makka 2 xo'roz, Qolgani makki. qolgani makkada. Bunalar ishdan chiqib olsa, xudo xohlasa. Qancha kunda ochadi bular? Indishkaga o'xshab 30 kun. 27 kun, 28 kun o'chadi. Indishka o'xshab 27-28 kunda ochadi. Qo'llari indushga o'xshab nazik bicha, enasi yaxshi qaraydi. Enasi qaraydi, nozikda baribir. Nazik. Bularni elektr pechkalar qo'yib qo'yamiz. Enasi bo'lsa qaraveradi. Indishkaga qo'yganimizda pop suv qoladi, indishka desa. Ptichkalar kasal olib keladi-da. Shuning uchun ko'ryapsan, даже teshiklarini yopib qo'yamiz. Bari прививка qilamiz, чтобы на всякий случай-da. Nima makilarining quyrug'i ham shunday cho'ng'ayib. Anda nima erkaklar ekanda bu krasivy joyga. To'kilib turib, mana endi quyrug'i chiqyapti. Endi uzun bo'ladi. Quyrug'i yana shundan 2 barobar uzun. Cho'ng'ayadi.
Bunu erkeklerin sulu bulup yaratып koymuş. Sen Неприятный кыйкырат булар. Hmm.